Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga sog'lik salomat tilagan holda men yana subsidiyali kirib berishga tayyor bo'lgan arzon to'lovli uyni chiqarishda davom etaman. Videoning oxirigacha tomosha qilib varianti bor. Biz kelib turgan lokatsiya har doimgidek hamma bilgan joy Termiz shahar Mavro'ylari Viloyat Raddomda ro'parasi yoki Afrusiy-xona yonida bo'lmoqda. 16 qavatli domlar 14-qavat sotiladi. 52 kvadrat 2 xonali subsidiyali kvartira. Men turgan joy kichkinagina koridor. Bu avval formasi unaqa turistik forma bo'lgan, ichma-ich va sanuzillar ham birgalikda bo'lgan, rasxod qilib uy egalari mana alohida qilib olishgan. Ko'ringlar. Aristondan qo'yilgan, oxirigacha kafillagan mana vannaxona bularni ham o'zgartirgan hammasini. Mana shu yerda shundoq kirganda o'zi bu yerda bitta katta koridor, yana bitta zalimiz bo'lish kerak edi. Mana oshxonani bu yerga chiqarishgan. Gaz bor, suv bor, svet bor, muammo yo'q. Lift jeton bilan ishlaydi mana. 24 ga 7 mana qaranglar. Mana shunaqa jetonlaring bo'lmasa, begona kishi chiqa olmaydi. O'zingizlar bu mehmonlar kelsa ham o'zingizlar borib tushirib, chiqarib kelasizlar. Bu liftning xavfsizligi sababli shunaqa qilingan. Oshxonada mana keling, spanxonaga o'tkazamiz. Yoki buni mehmonxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Katyol ishlaydi, atablina ishlaydi, hammasi ishlaydi. Bankda qarzi bor. 323 million so'm. Mana lokatsiyani ko'rsating bir. 3 ta institut yaqin, TSU, texnika, Mangzar avtosalon bilan qarshingizda. Agra juda yaqin, yaxshi lokatsiyada bo'lmoqda. Ertaga kvartirani qo'yib qo'ysangiz ham o'zining pulini o'zi qoplab yuradi. 323 million qolgan, oyiga kredit bo'yicha grafik to'lov 3 million 700, 3 million 600 tashkil etmoqda. Zudlikda sotiladi, keling. 52 kvadrat. Mana bu ikkinchi xonamiz endi. Balkoni ham bor, konditsioner bor, ariston bor, qoladi. Bu yerga ham kvartirani turibdi. Qizlar qo'yilgan ekan, 400 mingdan beryapti, 350-400 mingdan bir 6 ta qiz qo'yilgan. O'sha bu degani 2,5 million degani kamida. 2,5 million so'm pul kelib turibdi. Kredit 3 million 700. Mana balkonni ham bir ko'rishingiz mumkin. Yana o'sha atmosfera. Oqqush restorani yonida juda yaqin bo'lyapti. Do'stlar, eganing qo'liga beradigan summamiz 120 million so'm deb baholandi. Varianti bor dedik-ku video boshida. Qanaqa? 70 millionini bering, 50 millioni 2 oy, 3 oyga kutiladi. Qolganini berasiz, 2 oy, 3 oyda berasizlar. Zudlikda bosib boradigan joyi. 120 million eganing qo'liga, bankda 323 million qo'lyapti. Umumiy maydon 52 kvadrat. Subsidiyali eng asosiysi. Ulgurib qoldilar. 2024-yil bitgan domlar. Bu degani 2,5 yildan beri kredit to'lab kelinmoqda, yana 17 yil, 16 yil qolyapti. Gaz bor eng asosiysi. Ko'pchilik Mo'g'rida gaz yo'q deyishmoqda, yo'q, gazi bor. Shunisi juda yaxshi. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastdagi qoldirilgan nomerlar 98 kodi bilan 577 77 88 nomeriga bog'lanasizlar. Salomat bo'linglar.